Menga ko'rinmagani uchun chiqib keldim men, aka. Yo'q, ko'rinmadi-da, qop-qora turibdi, shuning uchun, aka. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormaylar aka. Bor. To'xtatilish sababim qaysi yo'l? To'xtadingiz, mayli, gap yo'q. Menimcha shu litsenziyangiz bor, bu yerda to'xtadingiz. To'g'rimi? To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin chiziq boshqaraganlar bor, o'shaning uchun to'xtatdim. Xatni bosganimni ko'rdingizmi siz? Mana oldimda o'tyapti mana bu yerda. Qanday ko'rmasligim uchun oldimda o'tyapti. Yo'q joyi bosdim men lekin. Yo'q joyi bosdim. Chorrahadan narada bo'lsa-ki, mana qarangchi, men qo'yib ketganmi? Qaysi? Mana bunaqa, mana nima? Mana bu qo'yib ketganmi? Yo'q, buni botdan bosdim. Mana bu uzun, to'g'rimi? Ha. Uzun tashqarida, bu yerda faqat kirishga bor. Mana qop-qora joyini ko'ryapsizmi? Menga ko'rinmadi u. Kirishga ham bor, bu yoqdan ham kirishga bor. Bu naradan chiqishga joy bor. Men qop-qora joyidan bosib chiqdim. Yo'q, siz oborib ko'rsataman qayerdan chiqqanimni. Qarangchi orqaga. Oborib ko'rsataman lekin. Men bilib chiqdim-da. Mana yo'q o'tgan joy, qattiq ko'rsatadi. Qarang. Chiqarsa sizlar to'xtatasiz. Yo'q, o'sha narsa menga ko'rinmayapti. Qanday? Ochkini? Yo'q. Bir ko'rinmadi menga. Bir ko'rinmadi-da menga. O'shaning uchun o'sha yerdan chiqdim. Endi ko'zingiz yaxshi ko'rmasa arzoniga bizda emas-ku. Yo'q, ayibsiz dedim-yo'qman. Bu yerda chizuvni anaqasi foizi bor-da. 70%, 75% dan yuqori bo'lishi kerak. Nima qattiq? Shu chizuv qonunda yozib qo'yibdi. Qoidada yozib qo'yibdi. Qaysi qoidada bor? 75% dan yuqori bo'lishi kerak-da. Ko'rinish darajasi. Menga u ko'rinmayapti. Xohlasangiz, olib borib ko'rsatib kelaman. Qayerdan ko'ryapsiz? Oppo mana ko'rinyapti ani. Men chiqayotgan joy mana bunaqa bo'lib turibdi. Hozir mana buni farqi bor-ku. Mana yo'q, mana qora bilan u ani qorani farqi bor-ku. Men bilib chiqib kelyapman-da. Shu chizuv ko'rinmagani uchun menga chiqib keldim. Agar oppoq bo'lib ko'rinib turib bosib chiqib kelganda, unda ana nima naglitlik qilsangiz siz bo'ladi. Ko'rinmagani uchun chiqib kelyapman. Rostdan ko'rinmadi. To'g'risini aytayapman. Hali yozib bering. Faqat yo'q, Xudodan qo'rqaman. Ko'rinmadi rostdan. Agar haqiqatan ko'rinmayapti. Ishonch aytayapman, men sizga olib borib ko'rsatib kelaman. Bu odamning bu jinnigi bu ko'rinib turibdi. Yo'q, bu ko'rinmayapti bu. Aka, любой jinnigi bu ko'rinib turibdi. Men asli hozir asabimni yeyapman. Bu любой jinnigi ko'rinib turibdi. Men ko'rib kelamiz hozir. Hozir bir sekund mayli. Menga ko'rinmagani uchun chiqib keldim men, aka. Yo'q, ko'rinmadi-da, qop-qora turibdi, shuning uchun, aka. Bo'ldi.